Dadamizni endi sen qo'yasan. Men qo'ygan qo'rqaman. Nima? Men qo'yaman? Bekorlarni aytibsan, sen qo'yasan. Sen qo'yasan, tamom, sen kattasan. Asabimni buzma. Qayda katta qo'ysin debdi. Sen qo'yasan, men bilmayman. Uzr, suhbatlaringda bo'ldim. Mayitni yuvib olib, kafanga tayyor qilib o'rab qo'ydik. Endi janozani o'qish uchun darvozani oldida otangizdan haqdorlar bor ekan. Endi qaysi birlaring to'lab qo'yasizlar, qaysi birlaring rozi qilasizlar? Aka, seni uyingda jangitdan buzib dadam qurib berdilar. Sen bo'yningga ol, men olmayman. Iye, seni o'qitdilarmi? Ota hovlida qolding, shuncha uy-joylar qoldi. Sen to'laysan. To'laysan, bo'yningga ol. Qayga borsang borib aytaver. Menga qizig'i yo'q. Men ham bo'ynimga olmayman. To'lamayman. Essiz bir otani umri sendek noqobil farzandlarni o'stirguncha it boqqanida hozir o'sha it ko'zidan duv-duv yosh oqib atrofida uvillab hurayotgan bo'ladi.